offline kursim ishtirokchilari. Xudo xohlasa bugun 10-dars bo'ldi. Bular operatsiya qildirganlar, qinlarni operatsiya qildirganlar, bachadonlarni ko'tartirganlar. Undan keyin natija bo'lmagandan keyin intim gimnastikaga keldilar va qanaqa o'zgarishlar? Ayting, qani o'zingiz aytib bering, operatsiya holati qanaqa bo'lgan? Bu qanaqa? Assalomu alaykum. Menda operatsiya bo'lgan holatimda o'ta yomon ahvolda bo'lganman. Ushlab qolishlar yo'q edi. Keyin bir 6 oycha yaxshi ushladi. 6 oydan keyin ham sekin-sekinlashib 1 soatga ham ushlamaydigan darajada bo'lib qoldim. Peshobmi? Ha, peshobni ushlolmaydigan bo'lib qoldim. Sidular chiqib ketadigan bo'lib qolgan. Qinlar yana kengayish boshlandi. Kengayib ketish holatlari ozginadan keyin o'zi kengayib ketardi-da. Hozirgi holatim alhamdulillah yaxshiman. Sizga kelganimdan keyin 2 soat, 3 soatlab ham ushlab tura olaman. Kelganimcha ham kun davomida cho'zildi. Obedgacha ham